Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari. 25-iyul sanasi. Yomg'irdan keyin kuzatsak, bu tomonlarimizga sho'r tushib yorilishlarni kuzatmayapmiz. Bu nomod uzumlarimizda. Ikkinchi tomonda yorilishlar paydo bo'lib qolibdi. Va bu nomodlarimiz bu yil shag'imish ishchi bo'lib, mevalar buzildi. Gullash paytida tiyib qo'yibmiz. Gullash paytida ham ta'siri bo'lib qolibdi. Qo'zg'alib qolgan gullashdan oldin keyin qilish kerak. O'sha hamtaklarda biz chamonda gullash davriga ularni qo'zg'atib qo'yganmiz. Shunaqa mevalar tishi bo'lib qolgan. Ularda ham vaqt bo'lmasa ham juda katta yaxshi bo'lardi, chiroyli. Dollari ham shunaqa katta-katta. Mana bir dona kuzatyapmiz yorilishdi. Nari tomonda mashina o'shagan yorilishlar o'shaqa nimjon donalari tegar ekan. Shuga o'zi o'sha Xitoy tajribasini kuzatsak, ichida mayda donlarni qaychilar ekan. Shuhrat Abrorov safar qilganda ham kuzatib turibman. O'sha mavzuda ham aytishdi. Shunaqa qaychilashar ekan. Ichidagi donlarni 60-50 donadan qo'yar ekan bir boshda. Bunaqa donani. Boshchasini olib tashlar ekan. Qaychilab. Maydalarni olar ekan. O'shaning donlar bir xil bo'lar ekan ularniki ham. Bizda esa shu uch tomondan olib tashlaydi. Boshini yeriga, dona yeri bo'lsin deb hozir yaqindan beri shunaqa qilishyapti. Hop endi ikkinchi tomonimizni kuzatamiz hozir. Mana yomg'ir kunbotish tomonidan urgani uchun mana shu kunbotishdan ko'proq ta'sir tegan, mana shu tomonda juda ko'p yorilishlarni kuzatdik. Tag'in ham barglarni ko'p ochmaganmiz, barglar orasidagilar yaxshi. Ochiq qolgan yerlarga boya terib tashladim. Hozir orqa tomondan ko'ramiz. Mana bu uzunimiz nimaligini bilmayapti. Bu yil sopdi mana. Shunaqa sort chiqdi. Unga ham tushdi mana shu yorilish. Ichida bir bosh bor ekan. Endi bunimiz ketmas sopli, endi ketmas sopli. Mana yorilish. Yomg'irdan keyin shunaqa sho'r tushib yoriladi. Boya terdim baydan anchagina. Birek bosh uzib ham tashladim ko'p tushganlarini. Uni qaytarib olmaydi deb. Mana. Hozir dori sepamiz deb harakatdamiz. Shuning uchun oldindan ko'rsatyapmiz ahvolni. Dori sepganimizdan keyin jarayon qanaqa bo'lar ekan degan maqsadda. Hozirgi holatini bir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Tajriba bo'ladi. Dehqonlarning ishi bor, tajribadan chiqib keladi. Tajribaga bog'liq. Tajriba qilib boraverasiz. Bir yilga kelishuvdan keyin kasal ko'rgan tabib, keyin malaka oshib boraveradi, keyin
yoshdan 70 yoshgacha ilm o'rgan degan. Ilm o'rganishda bu hayotda yorilish. Pishay deyapti. O'zi ham uzumlarimiz pishishga oz qoldi. Ketmasa qulog'imiz ham bir hafta 10 kunda pishishi kerak. Oshlarimiz bu şeylerde ham bor ekan. Birinchi yillari chiroyli bo'ladi, bu kelin barmoq uzun bo'lib, bu yil Husayn bo'shab qolyapti, ajoyib. O'sha ularimiz sog'diyona kishmish, doni yo'q. Mayiz qiladi. Bilmadi 5 bosh. Ko'rsatdi mevasini. Bu qaysi doridan sepamiz endi? Bir hafta, 2 hafta bo'lib qoldi mana shu doridan. Aksiya qilib video chiqargandik. Tayyorlab oladi mana 50 litr suvga. 5 litr suvga ajratib mana uni sepib oldik. Bunga qo'shimcha sho'rshira shunaqa namiki hasharotlarga qarshi mana shu Nuril Do 100 mg bunga aralashtirib tayyorlab olganmiz. Hozir uzumga alohida sepaylik desak, mana shuni o'zidan sepavering dedi. Shu tayyorlangan doridan. Chunki o'zi buni turgan bitgan hammasi vitamin. Dorimiz. Şeyde ko'rsatilgan kaliy, magniy, rux, mis, marganis. Pastasini o'qiy olmadim. 5-6 ta birikmalar, vitamin birikmalari. Bo'sha sho'rshira oddiy hammasiga qarshi qo'shimcha bunga aralashtirib tayyorlab qo'yganmiz. Hozir 45 litrga yetarli dorimiz bor. 45 litr suvga. Endi shundan hozir namlik uylarga uzum bor, miya bor, hammasini sepib chiqamiz. Sizlarga ham shu tavsiya. Yomg'irdan keyin e'tibor bermasalar ham shu bitta ikkita tushishni boshladi, yorilishlar, sho'rlar. Shularni qaytarib oldin olish uchun boshqa dorilar ham bor. Boshqa maslahatlardan berishadi, apteklar. Bizga shuni o'zi bo'ladi dedi, shu ham qaytarib oladi dedi, chunki mana qo'shilgan. Bu vitamin, bu o'sha barcha hasharotlarga qarshi sho'rshira, chang. Xo'p. Sizlar omon bo'laylik. Keyingi mavzulargacha. 15-yil sanasida ana shu mavzu. Uzum mevalarda mana yomg'irdan keyingi dezinfeksiya ishlarini qilishimiz kerak. E'tibor berib kuzatib qo'yinglar. Kanallarimizda obuna bo'lish yo'q umuman, endi hayronman. Like obunalar ko'paymaguncha video chiqarmaymiz shekilli biz ham. Falancha obuna bo'lmaguncha deb e'lon qilamiz shekilli. Kuzatganlar iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda kanalimiz rivoji uchun albatta muhim. Omon bo'laylik.